Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Allohga shukr, Allohga ming qatla shukr. Mana o'tgan juma 2 rakat namoz o'qigandik, yomg'ir so'rab Allohga iltijo qilgandik. Mana nolalarimizni Allohim qabul qildi. Bandalarga rahmi keldi. Mana yomg'ir yog'ishni boshladi. Mana Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman. Allohning rahmi keldi. Allohim o'zingga ming qatla shukr. Shu yomg'irlar mana ortidan qorlarimiz yoqsin. Kasalliklarimizni olib ketsin. Mana ob-havolarimiz tozalansin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik, umrimiz uzoq bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lganlarga Allohim shifo bersin. Hammalarning umrlari uzoq bo'lsin. Mana o'tgan juma namoz o'qigandik. Mana bu juma Allohga shukr yomg'ir boshladi. Mana hamma bemorlarga Allohdan shifo tilayman. Umrlaring uzoq bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Allohga shukr. Mana Allohga nidomiz yetib borib, mana yomg'irlarimiz ham mana yog'ishni boshladi. Allohga shukr. Hammalaring sog' salomat bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin.